Qo'limdagi mana shu suv magazinda 5,000 so'm yoki 10,000 so'm turadi. Mana shu sizni 5,000 so'm yoki 10,000 so'm qilgan ehsoningiz o'zingizga undan-da 10 barobar bo'lib qaytib keladi. Bunga aniq ishoning. Qo'qon shahridan Hikmatov Olimjon 70-yilidan Temurbattoqda o'tiraman. Men hozir 1 yildan beri mana shu tujida yotib qoldim. O'zi operatsiya qilish kerak. Pochka kasal. Keyin siyishga qiynalaman. Yana sag'rim bor. Insultni boshdan o'tkazdim. O'shanga mablag' yetmay qoldi. Shunga hamshahrilar sizlardan iltimos yordam beringlar. Hozirda biz operatsiyamizga 45 million pul ketadi deyapti doktorlar. 45 millionni qilib olsak, xudo xolasa operatsiya qildirar edik. Hozirda bizga o'sha operatsiya qilishga imkonimiz yo'qligi uchun sizlardan so'raymiz, yordam beringlar. Bizdan qaytmasa, Xudodan qaytsin. Mani xo'jayinim 2021-yildan beri yotibdilar. Insult bo'lganlar, orqalaridan sahar bo'ldilar. Hozir yirik kasallik bo'lib, pochkalari ham atkazib berib, bir joyda qoldilar. Operatsiya bo'lishimiz kerak, operatsiyaga mablag'imiz yetmayapti. Qo'llaydan kelgancha yordam berishlarini so'rayman. Iltimos vatandoshlar, yordam beringlar. Bizga yordam bersalar, Alloh sizlarga yordam bersin. Qiynalib ketdik, yordam beringlar. Balog'atga yetmagan farzandim bor. Xo'jayinim pensiyalarga yashaymiz. Ishlaganim yo'q. Qarab turibman xo'jayinimga. Qiynalib ketganimizdan murojaat qilyapmiz.